飞机引擎的震耳轰鸣。现在放松自己，让我们享受一段精彩的电影之旅。Men ham hech narsa qila olmayman. Hechqisi yo'q. Men ruh marvaridini oldim. Men jonimni berib, seni qayta tiklashim mumkin bo'lsa, bu hech bo'lmasa gunohimni yuvadi. Bunga hojat yo'q. Mendagi yovuz marvarid bo'lsa ham hayotimdan mamnunman. Otajon, Chintang shahrini kechiring. Biz boshqa xato qilmasligimiz kerak. Bu meni so'nggi tilagim. Hali ham biror yo'lini topishing mumkin. Albatta, boshqa yo'li bor. Tezroq bo'la qol. Obing hozir sening tanangda, u seni ichingda. Ikki ruh bitta tanada yasholmaydi. Bu holatda ular o'ladi. Marvarid yovuz ildizdan chiqqan. Shuning uchun bitta tanada yashashi mumkin. 7 kun yashay oladi. Yaxshi, Aobing tezroq shoshil. Xo'p. Bu juda g'alati his. Aobing shu yerdamisan? Men sening ovozingni eshityapman. Qiziq. Ammo bu vaqtinchalik chora. 7 kundan keyin nima bo'ladi? Yuxu saroyida yuqori ruh eliksiri deb nomlangan mo'jizaviy vosita bor. Bu sehrli kuchlarni tiklash xususiyatiga ega. Agar undan foydalansak, 7 rangli nilufar guli yana gullaydi. Ammo uni qanday qo'lga kiritamiz? Albatta biz osmon hukmdoridan so'rashimiz kerak. Sen meni va ajdaholarni fosh qilmoqchimisan? Osmon hukmdori ajdaho avlodini qutqararmidi? U hech qachon ajdaho avlodini qutqarmaydi. So'rab bo'lmasa, unda tortib olamiz. Yuxu saroyi eng muhim ilohiy joylardan biri. U yerda juda ko'p qudratli kuchlar bor. O'g'lim uchun men hatto muqaddas joyga ham bostirib kirishga tayyorman. Ajdaho podshohi, sabr qiling. Menda bir reja bor. Ilohiy jamoaning izdoshlari bilimini oshirgach, osmon hukmdori sinoviga qatnashish huquqiga ega bo'ladi. Agar sinovdan o'tsa, ilohiy martabaga erishadi va Yuxu xazinasidan bir buyum tanlash imkonini oladi. Bu sehrli buyum mukofot sifatida beriladi. Sen Nejani sinovga yuborib, shu yo'l bilan yuqori ruh eliksirini olishni taklif qilyapsanmi? Yo'q, u ish bermaydi. Uning tanasi yovuzlik bilan to'la. Agar u kuchini ishlatsa, kimligini bilib qolishadi. Lekin hozir Aobing uni tanasida yashayapti axir. Agar u 7 kun ichida sinovdan o'tsa, faqat yuqori ruh eliksirini olmay, balki ilohiy maqomga ham ega bo'ladi. Agar ilohiy martabaga erishsa, demak u endi yovuz emas. Bu ham Aobing. Vau, bu joy juda yorqin ekan. Vau, bu joy butun saroy nefrit toshidan qilinganmi? Bunga shuncha pulni sarflab, Yuxu saroyining yu qismi ham qolmaydi. Unda Yuxu qisqa bo'ladimi? Kamtarlik deganmi yoki xavotir yoki bo'shliq? Hojatxona ham nefritdan qilinganmi? Ya'ni mambutlar ham. Buni yillar davomida har kuni mashq qildim. Hech qachon dangasa bo'lmadim. Sen har doim menga o'rnak bo'lgansan. Yuxu saroyi barcha uchun najotdir. Odamlarni qutqarish uchun dunyo kezaman. Qoyil, mana. Aka, bu yerda nima qilyapsan? Men Bu dengiz yovuzlari seni qo'shinlaringmi? Nega Chintang shahrini qurshab oldinglar? bu qanday tushuntirsam ekan? Ustoz Chintang shahrini himoya qilyapti. Ha? Yovuz kuchlar hujum qildi. Ustoz Shen dengiz qo'shini bilan shaharga yordamga keldi.
Men butun shahar nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman. Ha. Qoyil. Aka, sen juda buyuk ish qilyapsan. Demak, shaharni bosmoqchi bo'lgan yirtqichlar shumi? Ha. Sizlar yovuz qabilalarning obro'sini butkul yerga urdingiz, sharmandalik. Bu Xiya Bao. Sen Yuxu saroyiga borish uchun yana bir necha yil kutib tursang bo'lmaydimi? Nega? Men oxir inson shakliga kira oldim-ku. Men yaqinda 12 ilohiy oltin izdoshlari qatoriga qo'shildim. Bunga e'tiborni qaratishim kerak. 12 ilohiy oltin izdoshi? Hammasi tugagach sen ham kelasan. Shunday bo'ladimi? Hechqisi yo'q aka. Sening martabang muhimroq. Men uchun qachon borishni farqi yo'q. Baribir men hali inson qiyofasida yurishga to'liq ko'nikmadim. Yana mashq qilib olishim kerak. Mayli. Xiya Bao. Bu men saroyga kirganimdan beri turibdi. Bu nima? Yuxu saroyi har bir izdoshga ilohiy dori beradi. Bir dona yeysan, bu 10 yil mashq qilgandek bo'lasan. Bu juda qimmatli-ku. Aka, sen juda ham zo'rsan. Yaxshisi sen o'zing ye Men qo'y. bunday dorilarni yoqtirmayman. O'zim mashq qilib kuchga ega bo'lishim kerak. Bular senga. Uyimizdagilar buni bo'lishib ichishsin. Yo'q, ota meni qo'yib tashlaydi. Xiya Bao, akaning gapini eshitmayapsanmi? Dorini olda ket. Bu oldinga chiziq. Meni harbiy rejamga xalaqit beryapsan. Unda men ketaman. Sen albatta 12 ilohiy oltin izdoshlari qatoriga kirasan. Men ham o'zim ustida ishlashda davom etaman. Sen menga yordam berding, ammo bu juda muhim masala. Men hanuz hech kimni qo'yib yubora olmayman. O'limni birdek ko'rganman. Men taqdir bilan kurashaman. Ha! Mening taqdirim o'z qo'limda. Ha, mana. Men ma'bud bo'lishga qaror qildim. Ana. Ajoyib. Bir necha satr ammo juda ilhomlantiruvchi ekan. Bu yuqori to'lqinlantiradi. Zo'r she'r, zo'r so'zlar. Bu she'rning ma'nosidan hamma saboq olishi kerak. Rostdanmi? Shunchalik yaxshi chiqibdimi? O'zim ham biladim. Yo'q, har bir so'zing g'oya bilan to'la. Bu insonni ilhomlantiradi. Bunday she'r yozgan odam albatta yuksak maqsadlarga ega bo'ladi. Haqiqiy qahramon, kelajagi yorqin. Unchalik emas. Aslida ba'zi kamchiliklari bor. Senda ko'p kamchiliklar bor. Aytchi, ko'zingni chetiniga qoraygan. Seni uyqung rejasi buzilgan, hayotingda tartib yo'q, hatto eng oddiy narsalarga ham qaramaysan. Sen bu holing bilan ilohiy yo'lga kirishing mumkin emas. Bu qora tugma. Yuz ifodasi ichki dunyodan kelib chiqadi, tushundingmi? O'zing oynaga qara, ko'rinishing g'alati. Agar meni shogirdi bo'lsang, senga butunlay qaytadan o'rgatishim kerak. Qayta mashq qilish? Demak, qiyofamni o'zgartirishni iloji bormi? Menga o'rgating, iltimos. Sen murabbiy izlab kelganmisan? Xo'sh, yosh bolaka, katta orzular qilayotgan ekansan. Mayli, o'z shogirdim sifatida qabul qilaman. Ustozim meni. Ular bilan birga mashq qil. Qanday mashq? Ilohiy yo'l mashqlari. Menga ilohiy yo'lni o'rgatish kerak emas. Menga yuzimni qaytar. Ahmoq, ilohiy yo'lni qo'yib go'zallikni o'rgatmoqchimisan? Asl mohiyatini o'rganib ol. Sizning maqsadingiz nima? Mana shu ondan boshlab biz ustoz shogird emasmiz. Umringni qoraygan ko'zlaring bilan o'tkazasan. Buni soch. Hammani bu yerga chaqiring. Bu qanday yovuz jonzot? Bu ajdaho panjasining izi. Bu imkonsiz. Ajdaholar qabilasi butun Sharqiy dengiz saroyida, bu imkonsiz. Hech bir ajdaho u yerdan chiqib ketishga qodir emas. Ustoz, agar xotiram meni aldamayotgan bo'lsa, dengiz tubida qamalgan g'arbiy dengiz ajdahosi Auruning bor. Uning kuchi nomi. Bo'shliqni yirtuvchi panja. Demak, u o'z panjasidan foydalanib Chentang shahriga o'tib olgan. Bu lavalarning qayerdan kelganini bildiradi. Demak, bu lava dengiz tubidagi do'z Yuxu saroyi allaqachon xabar jo'natgan 12 ilohiy oltin izdoshlariga. Ammo yo'l uzoq, shuning uchun barcha ustozlar yetib kelisha olmaydi. Bu safar men o'zim yirtqichlarni tutish guruhini boshqarib, ajdaholar qabilasiga qarshi yurish qilaman. Necha? Sen men bilan birga jangga borishga tayyormisan? Avval Chentang shahriga qaytaman. Keyin esa ajdarho qirolidan hisob so'rayman. Yaxshi. Sen juda kuchlisan, ajdaholar saroyini butkul yo'q qilishda menga yordam berasan.
Men seni oldingdagi qarzarimdan qutuldim. To'xta. Tanam tiklangach birga ajdaho saroyiga Nima boramiz, qilishimni juda xo'pmi? yaxshi bilaman. Borsang faqat o'zingga azob uqubat orttirasan. Keyingi safar uchrashganimizda biz do'st emas, dushman bo'lamiz. Yo'q, bu juda yomon. Hoy, sen ketolmaysan. Agar osmon ma'budlari o'z o'rnida turganida, agar siz yoshlar ajdarlar kabi kurashganingizda, men bu ishlarni qilishga majbur bo'lmas edim. Tushunyapsanmi? Agar butun tanam parchalanib ketsa ham, nafratga to'lsam ham ilohiy ta'minotni amalga tatbiq etaman. Men bu yo'lda vijdonan pokman. Yana bittasi pishdi. Men boshqa yeya olmayman. Sen ham tatib ko'r. Rahmat. Baliq